alaykum aziz yurtdoshlar. Moskva Toshkent yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz har kuni amalga oshirib boriladi. Mana ko'rib turibsizlar, yurtdoshlarimiz kelib, hozir posадка o'z jarayoniga yetgan yurtdoshlarimizdan mana bir ikki og'iz suhbat olib. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisizlar aka? Qayerdansiz? Qayerdansiz? Surxondaryodan. Surxondaryodan. Mana avtobus yo'qdimi aka? Ha, gap yo'q aka. O'z biletingiz bilan chiqdingizmi? Ha, o'zimizning bileti bilan. Yaxshi ekanmi? Shotga gap yo'q. Mana akalar primoy reyslarda jo'nab ketishmoqda. Biz sizlarga ham tavsiya qilamiz. Mana yurtdoshlarimiz. Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Mana bizda postoyanniy o'zingizni, tanishlaringizni yuborasiz, qolganlarga ham xuddi shunday tavsiya qilasizmi? Avtobus yaxshi, Xudoga shukr. Omon eson borib kelamiz. Postoyanniy o'sha avtobusda jo'naymiz aka. Postoyanniy borib kelasiz. Postoyanniy borib kelamiz. Mana ko'rib turibsizlar, yurtdoshlarimiz xuddi shunday reyslarda jo'nab borishmoqda. Assalomu alaykum tog'a. Alaykum assalom. Qayerdansiz tog'a? Tojikistondan. Voy, mana yurtdoshlarimizga nima deb tavsiya qilib o'tasiz mana shunaqa avtobus? Yaxshi demadida aka. Qulaymi? Yaxshi deymiz. Yaxshimi sharoitlari? Ha, yaxshi bo'lmagan bo'lsa shunday boramizmi? Mana yoshinglar katta, mana tavsiya qilasizlarmi yurtdoshlarimizga? Yaxshi yetib olinglar, safaringlar bexatar bo'lsin. Mana ko'rib turibsizlar, mana. Akalar qalay avtobus? Normal, Allohga shukr. Zaryadchilar bor, hamma sharoit bor, issiq, toza. Issiq, sharoitlari toza, akkuratniy mana. Kutish zalida o'tirib mana hammasi vaqtida. Zallaramizmi? Ha, mana O'z vaqtida vaqtida 7:30 jo'nab deyildi, vaqtiga chiqyapmiz hammamiz. 7:30 deyilindi, 7:30 da jo'nab borishmoqda. Biletlarni tekshirib, hamma joy-joyida. Xudoga shukr. Yaxshi yetib Taksidan ancha afzal. yengil mashinadan ko'ra qulaydi. Ha, kengish mana. Bemalol yosh katta kishilar ham erkin svobodni o'tiribdi. Yoqdimi avtobusimiz akalar? Albatta. Yoqdimi? Mana ko'rib turibsizlar, hamma xursandchilikda xuddi shunday reyslarda jo'nab borishinglarni tavsiya qilamiz. Ishonchli katta raqamlarimiz 8966 270 55 55 raqamlari.